Aziz, batil-matil o'ynalmaydi. U bilan o'ynashga aqli ham yetmaydi. Bo'ldi, 3 ta, 4 ta odam bilan efirda o'tiribdi. Buni g'iybat qilib, uni so'kib, buni so'kib, baxilda boqib yubormaydigan shu bo'ladi. Mana Azizdan uzoqlashdik. Mana kimda qanday asl qobiliyatini, asl qanday yuzini, asl darajasini xalq ko'rib qo'ydi mana. 4 ta odam bilan buni so'kyapti, uni so'kyapti, buni so'kyapti. Bu bola, men yomonlamayman, na tiktoker, na aktyorstvosi bor, na bir streaming qobiliyati bor, na bir narsasi bor, na bir bloger, hech kim. Hech narsasi yo'q unda, iste'dod ham, talant ham yo'q. Sudrayveruvdim uni tortib. Hech qanday odamni jalb qilayotgan, na bir efir olib borayotgan, na bir narsa qilayotgan, hech narsasi yo'q bo'ladi. Hech qanday mana aktyorstvosi ham bir narsasi ham yo'q. Mana so'kib, xalqni so'kib, Qur'on ushlab so'kib, kitob ushlab so'kib, non ushlab so'kib, ana shunday qilib Xudodan topdi mana. O'zi Xudodan topib ketaveradi, kim yomonlik qilayotgan bo'lsa. Xudoni o'ziga o'sib qo'yaveradi. Yo'q, hech qanday talant, tiktokerlik, aktyorstvo, hech narsa yo'q unda. Hech narsa yo'q unda. Hech qanaqa narsasi yo'q unda. Oddiy bitta o'zini efir ochib, ana 40 ta odam bilan o'tirayotgan qizdan farqi yo'q. O'sha nima qilayotgan bo'lsa, bevajida o'tiraveradi, tamom. Hech qanday qobiliyati yo'q unda. Seryoz.